Kvazar bu ko'rinadigan koinotdagi eng yorqin samo jismidir. Nomi yulduzga o'xshash radioto'lqin manbai deb tarjima qilinadigan bunday jismlar avval astronomlarga xuddi oddiy yulduzdek miltillab turuvchi nuqta bo'lib ko'ringan. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu nuqta endigina rivojlanayotgan galaktikaning yuragi bo'lgan qora tuynuk sababli chiqayotgan kuchli nur ekan. Lekin bunday xulosaga kelguncha, bu jismlar olimlar orasida juda katta bahslarga sabab bo'ldi. Yaxshilab joylashib olinglar, bugun koinot mayoqlari bo'lgan kvazarlar haqida ma'lumot beramiz. Jodrell Bank radio observatoriyasidan boshlanadi. 1950-yillarning oxirida olimlar osmonni radioto'lqin diapazonida kuzatayotib, eng birinchi kvazar 3C48 ni kashf etdilar. 1963-yilga kelib, bunday jismlar soni 5 taga yetdi. Lekin ular katta bosh og'rig'ini tug'dirgandi. Bu jismlar noodatiy xususiyatlarga ega bo'lib, o'sha paytdagi ilmiy nazariyalar bu obyektlarni ta'riflab bera olmasdi. Ular kuchli nur sochsa ham, lekin teleskopda xuddi oddiy yulduzdek ko'rinardi. Eng qizig'i, ularning kimyoviy tarkibini ko'rsatuvchi spektral chiziqlar shu qadar chalkash ediki, hech kim buni tushuntirib bera olmasdi. Natijada olimlar ularga oddiygina kvazar bu teleskopda xuddi yulduzdek ko'rinadigan, lekin o'zidan dahshatli darajada kuchli radioto'lqinlar tarqatadigan sirli jismlar deb ta'rif berishdi. Ammo ular Quyoshdan milliard marta og'ir, yorqin va baland radio ovozga ega edi. O'sha paytdagi astronomlar esa hamma kvazarlar shunaqa shovqinli deb o'ylashardi. Lekin vaqt o'tib ma'lum bo'ldiki, hamma kvazarlar ham radio baqiroq emas ekan. Olimlar keyinchalik sokin kvazarlarni ham kashf etishdi. Yana ham qizig'i, bugungi kunda biz bilgan kvazarlarning 90% aslida kuchli radio to'lqinida kuylamay sukunat saqlaydi. Natijada eski ta'rif to'g'ri bo'lsa-da, haqiqat ancha murakkabroq bo'lib chiqdi. Muhim burilish nuqtasi 3C273 kvazari aniqlanganda yuz berdi. U Sumbula yulduz turkumidagi ulkan galaktikada joylashgan bo'lib, uning nuri bizga yetib kelguncha naq 2,5 milliard yil vaqt sarflaydi. Biroq bunday ulkan masofaga qaramay, u bizga eng yaqin kvazarlardan biri hisoblanadi. 3C273 spektrdagi tushunarsiz chiziqlarni o'rganish, ular vodorod va magniy atomlariga tegishli ekanligini hamda bu chiziqlar qizil tomonga qattiq siljiganini ko'rsatdi. Bu shuni anglatardiki, kvazar bizdan aql bovar qilmas, soniyasiga 47,000 kilometr tezlik bilan uzoqlashmoqda. Bu har qanday yulduz tezligidan ancha yuqori ko'rsatkich hisoblanardi. Ammo syurprizlar bu bilan tugamadi. 1963-yilning 9-aprelida Sovet olimlari Yuriy Yefremov va Aleksandr Sharov fazoning eski suratlarini o'rganib, kvazarning yorqinligi bir necha kun ichida o'zgarib turishini aniqlashdi. Xulosa esa o'lchami bor yo'g'i bizning Quyosh tizimidek bo'lgan bu mitti hudud butun boshli galaktikadan ham kuchliroq nur sochardi. Bu o'sha paytdagi fizika qonunlariga to'g'ri kelmasdi. Kvazarlar nuri qizil tomonga kuchli siljigan va ular koinot fonida qimirlamasdi. Natijada kvazarlarning kashf etilishi ilmiy dunyoda haqiqiy shov-shuv bo'ldi va qizg'in bahslarning sababchisiga aylandi. 1964-yilda Yakov Borisovich Sildovich va Edwin Salpeter kvazar bu super katta qora tuynuk degan g'oyani ilgari surishdi. Ularning fikricha, kvazarning ulkan energiyasini uning atrofidagi moddalarning ulkan qora tuynukning akkretsion diskiga qulashi oqibatida ajraladigan energiya sifatida tushuntirsa bo'lardi. Lekin o'sha paytda bu g'oya xuddi fantastikadek tuyulardi. Hatto 60-yillarda ko'pchilik astronomlar qora tuynuklarni faqat qog'ozdagi nazariya deb hisoblashardi. Biroq ular bizning galaktikamiz markazida ham qora tuynuk borligini hali bilishmasdi. Shuning uchun ko'plab olimlar bu g'oyani qabul qila olmay, kvazarlarni shunchaki bizga yaqin, hali fanga noma'lum jarayonlar ta'sirida ishlaydigan sirli jismlar deb hisoblashda davom etishdi. O'tgan asrning 60 va 70-yillarida kvazarlar haqida yana yangi va yangi nazariyalar ilgari surildi. Lekin ularning har birini o'z kamchiligi bor edi. Ba'zilar kvazarlar aslida bizga yaqin jismlar bo'lsa kerak deb, boshqalar esa qizil siljish koinot kengayishi tufayli emas, balki kuchli gravitatsiya qudug'idan chiqayotgan yorug'lik tufaylidir deb aytishardi. Lekin bunday nazariyalar ish bermadi. Hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, bunday nurlanish beradigan og'ir yulduz barqaror bo'la olmaydi va shunchaki portlab ketadi. Qo'shimchasiga, ba'zi olimlar kvazarlar biz bilmagan antimateriya olamining vakillari bo'lib, u oddiy modda bilan to'qnashib, yo'q bo'lib ketayotgan jarayon mahsuli degan nazariyani ilgari surishdi. Astronomlar kvazarlarni qora tuynuk hosil qilgan yumron qoziq uyining, wormholening narigi tomoni, oq tuynuk deyishdi. Yana boshqa olimlar millionlab o'ta yangi yulduzlar bir vaqtning o'zida portlayotganda kvazar surati paydo bo'lishini ta'kidlashdi. Biroq 1970-yillardan boshlab hammasi o'z o'rniga tusha boshladi. Koinotga uchirilgan ilk rentgen teleskoplari qora tuynuklar haqida yangi bilimlar berdi.
Natijada supermassiv qora tuynuk va unga qulayotgan materiya kvazar nomini olgani ma'lum bo'ldi. Keyin bu fikr dalillar bilan tasdiqlana boshladi. Olimlar kvazarlarning atrofidagi tumanlik aslida ona galaktika ekanligi va u kvazar bilan bir xil tezlikda yerdan uzoqlashayotganini aniqlashdi. Oxir-oqibat kvazar aslida yulduz emas, balki yosh galaktikaning qaynoq yuragi ekanligi hamma olimlar tomonidan tan olindi. Kvazar faoliyatining ta'rifi yaratildi. Unga ko'ra, galaktika markazida joylashgan o'ta ulkan qora tuynuk atrofidagi gaz va changlarni tinimsiz yutadi. Natijada uning atrofida aylanuvchi akkretsion disk hosil bo'ladi. Aynan mana shu disk shunaqangi dahshatli energiya va nur sochadiki, u bizning somon yo'li kabi butun boshli galaktikaning barcha yulduzlaridan o'nlab, hatto yuzlab barobar kuchliroq porlaydi. Keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, koinotda kvazarlar faoliyati uzoq o'tmishda, taxminan 10 milliard yil oldin nihoyatda yuqori bo'lgan. Buni biz kuchli teleskoplar yordamida ushlangan qadimiy yorug'lik nurlaridan bilamiz. Qora tuynuklar haqidagi nazariya aynan shu fakt bilan bog'liq. Yana bitta, nega qadimgi koinotda kvazarlar ko'p bo'lgan, hozir esa kam degan savolga javob berdi. Sir yulduzlar aro moddada edi. Yosh koinotda gaz va chang ko'p bo'lgan. Qora tuynuklar tinimsiz ovqatlanib, kvazar bo'lib porlagan. Vaqt o'tib, qora tuynuk atrofidagi moddalarni yutib bo'lgach, ya'ni ozuqa tugagach, kvazar so'nib, oddiy galaktikaga aylangan. Bu shuni anglatardiki, ko'plab galaktikalar markazida shunday uxlab yotgan maxluqlar bor. Kvazarlar o'z yorqinligini juda tez, bir necha soatdan bir necha oygacha bo'lgan vaqt ichida o'zgartirishi mumkin. Ulardan taraladigan nurlanish esa o'ziga xos bo'lib, ularning 10% da yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanadigan ulkan zarrachalar oqimi mavjudligi aniqlangan. Kvazarlarni radio to'lqinlardan tortib, infraqizil, ultrabinafsha, rentgen va hatto gamma nurlarigacha bo'lgan barcha diapazonlarda aniqlash mumkin. Ularning eng yorqin nuri aslida ultrabinafsha rangda bo'ladi. Biroq koinotning kengayishi va ulkan masofalar tufayli biz bu nurlarni infraqizil rangida ko'ramiz. Agar kvazar oqimini yerdan to'g'ridan-to'g'ri tuta olsak, ular blazarlar deb ataladi. Ba'zida ularning markazidan otilib chiqayotgan qismlari yorug'lik tezligidan ham tezroq harakatlanayotgandek tuyuladi. Ammo bu aslida nisbiylik nazariyasi tushuntiradigan optik illyuziyadir. Bugungi kunga kelib, olimlar 900 mingdan ortiq kvazarlarni aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ulardan taralayotgan yorug'lik bizga shunchalik uzoqdan keladiki, ular yerdan 600 milliondan 30 milliard yorug'lik yiligacha bo'lgan masofada joylashgan. Bu masofa shunchalik ulkanki, biz ularga qaraganimizda aslida koinotning ilk davrlarini, ya'ni milliardlab yillar avvalgi o'tmishni ko'ramiz. Yerdan qaraganda ikki kvazar bir-biriga juda yaqin ko'rinsa, ular kvazarlar juftligi deb yuritiladi. Bordi-yu, ularning ona galaktikalari bir-biri bilan to'qnashayotgan bo'lsa, buni binar yoki dual kvazarlar deb atash ham qabul qilingan. Kvazarlar koinotda juda kam uchraydigan obyektlardir. Shu sababli bir hududda 3 ta yoki undan ortiq kvazarni uchratish ehtimoli juda past. Gaia teleskopi aniqlagan J0749 obyekti dastlab shunchaki kvazar deb o'ylangan edi, ammo keyinchalik uning dual kvazarligi aniqlandi. Hubble, Keck, Gemini va Chandra kabi teleskoplar bu obyektning bir-biri bilan to'qnashayotgan galaktika juftligi ekanligini tasdiqladi. Tarixdagi birinchi 3 talik kvazar 2007-yilda Gavayidagi Keck rasadxonasi tomonidan kashf etilgan. 2015-yilda esa olimlar koinot tarixidagi birinchi 4 talik kvazar tizimini kashf etishdi. Bu ulkan tizim qariyb 650 ming yorug'lik yili kengligidagi hududni egallagan. Kvazarlar orasida rekordchilarga murojaat qilsak, 2023-yilning oxirida olimlar bizdan eng uzoq kvazar UH-Z1 ni kashf etishdi. Uning nuri bizga koinot endigina 470 million yoshda, koinot hali chaqaloq bo'lgan paytdan boshlab yetib kelmoqda. Uning ichidagi o'ta og'ir tuynuk esa 40 millionta quyosh vazniga teng. 2019-yilda esa koinotdagi eng yorqin kvazar topildi. Uning yorug'lik kuchi naq 500 trillionta quyoshning yorqinligiga teng va u bizdan 12,8 milliard yorug'lik yili uzoqligida joylashgan. Bu kashfiyotlar insoniyatga koinotning eng qadimgi va eng qudratli jarayonlarini o'rganish imkonini bermoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar.